Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Hozir biz juda ham kichik biznesmen, tadbirkor oldiga kelganmiz. Zarkan Kuriydi yonida yangi juda ham katta taxta bozor ochibdi. Hozir narx-navolardan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Komiljon. Komiljon. Quvasoy shifer bor-ku, chek. Ha. Narxi nech pul sizlarda? 44,5 ming so'm. 44,5 ming. Quvasoy Invest. Ha, unisi nech pul? 43,5 ming. 43,5 ming. Narx-navolar eshityapsizlarmi? Hozir rosa qurilish sezon. Hozir narxlarni ko'rib hayron qoldik. Bu joyda poltaxta layadan tortib, uyni pastidan tortib, tevadagi strapilar, to'sin, vassali hamma narsa bor ekan. Mix, shayva va manaqa bazalt, gipsakardon, xullas jamiki qurilishga ketadigan qurilish mahsulotlari bor ekan. Narx-navolar juda ham yoqdi. Men uyimizga 6-7 yildan beri o'ylab yurardim, 5 metrlik to'sin bormikin? 5 metrlik to'sinlar bor ekan. Donani tanlab oladigan bo'lsangiz 170 ming so'm ekan. Pastga oladi mana siz pastkanning ichida ham saralangan biz haqiqatan katta 165 ming so'm ekan. Yana bir gap aytib qo'yay, va shu kichkina bo'lishlariga qaramasdan bizga katta blogerlar chaqirib ishlatyaptilar. 6 metrlik harlarimiz. 6 metrlik. 6 metrlik 18-20 harlarimiz 1 metri 90 mingdan. To'g'ri aytdimmi? 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan yaxshi. 15 ga 308 listvaymiz. Aksiya narxida 98 ming so'mdan akalar. Bu listvak strapl. Endi keyingiz. Bu strabilamiz 13.5 ga 308 ekan. Akalar 88 ming so'mdan aksiya narxi. Gipsakardonimiz devordiki nech pul? Devordiki 37 ming so'mdan ekan akalar. O, yaxshi. 37 ming so'm. Ha, patoloydiki 35 ming so'mdan ekan aksiya narxida. Chay ikkisidan akalar. Qani, chayga biz tushunmagan mahsulotlarni otini bilar ekanmi bola? bizneslar bilan qiynalmayapsizlar, charchatib qo'yishmayaptimi klientlar? Yo'q. Juda ham zo'r joyga ochyapsizlar mana. Koltalarimizni sotib olib tugatib yuborishdi. Xudo xolasa yangilarini olib kelamiz. 10,5 ga 2 litr atamiz, 4 metrli. Aksiya narxi 39 ming so'mdan akalar. Akalar sizlarga 38 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Bravo. Bu bruslarimiz. 7 ga 15 4 metrli. Bu nech pul? Buni aksiya narxi Eng oxirgi 118 ming so'mdan ekan akalar. Donasi. Voy, bu terak bu. Ha, terak. Xo'p, endi nima his qoldi? Yana nimangiz bilan maqtanasiz? Gapiring. Yosh tadbirkor bizni juda qiynayapti. Xo'p, ko'ramiz. Mana necha metr? Illat borda, ordonligidan. Vashshe. Bu 5 metrli. Tabii ham 5 metrli. Bu 170 ga buni aytdik narxini. Xullas, aytmagan narsamiz qolmadi. Ukamizga respekt, kelajakda katta odam bo'lib kelsangiz, biz doim eslayvering. Nomerlar qo'yib qo'yamiz akamizni. Va yog'imga tushyapti, jaqoldi. Agar shu qo'ragan nomlardan kelsalaring, ana shu saralangan baquvvat to'sinlarimizni 155 ming so'mdan qilib beramiz. Qo'yib. Ana ko'rdingizmi, dadasidan so'ramasdan ham narxlarni arzonlashtirib beryapti. Tadbirkorning kattasi ekan bu bola. Adresimiz mana bu tomon ko'rsatib yuboring. Mana Zarkan Kuriy. Taniyapsizlar, Zarkan Kuriyda bu tomondan, Toshloq tomonidan kelganlaringda chap tomonida. Chap tomonda. Ha. Quvadan kelganlaringda o'ng taraf. Quvadan kelganlaringda o'ng tomonda. Bemalol kelib, pastda nomer qoldirib qo'yapmiz, telefon qilib kelaverasiz. Dastavkani qilib berasizlarmi? Dastavka qilib beramiz. Telefon qilib bizga bunaqa razmerda narsa kerak desa, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud. qo'yil. Xullas, bu videoga like bosib qo'yish kerak. Yana bitta narsa, laga bilan chorchopga listvay topish ancha-muncha joyda qiyin bo'ladi. Lekin bizda bor. Yana, menimcha siz aytmoqchisiz, sizga hozir listvaydan laga bilan chorchopni materialini topish qiyin. Sizlarda bundan muammo yo'q. Bizda bundan muammo yo'q. Listvay. Endi men tushunmayman qurilish sohasiga. Akalar, listvay, lagali, listvay, chorchopli bu joyda diqil. Kelaverasizlar. Xullas, ukamiz bizni ancha qiynaydilar. Meni ham farzandim shunaqangi tadbirkor bo'lishini, nima deydi, tadbirkor bo'lishini istagan odamlar like va komment yozib, barakalla o'g'lim deb qo'ysalar ham bo'ldi. Sheringlarga jo'natib qo'ysa, tars. Qurilish qilayotganlarga bosinglar gaz.